Əvvəlcə salam aleyküm əzizlər, hörmətli kanallarımız kuzatuvchilar əzizlər. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz işi görüb turgan bir plan xonadonimiz, ya'ni 420 metr kvadratda joylashgan, bahası 300 milyon so'm. Manzili Urganch Chalishda, Chalish posyolkasida Damas ko'chada ekan. Ko'chaga kirganingizda 150 metr ekan. Shu görüb turgan xonadonlaringiz sotuvga chiqdi. Bahası arzongina 300 milyon. Bu yerda gaz yo'q, suv bor, svet bor. Hammasi bor, lekin gazi yo'q. Ulluy kichkina emas. Ulluy kichkina emas. Qiziqtiradi bo'lsa, endi ko'p odam bu narsa baqaman deb olib qo'ysa bo'ladi. Xonalar ullu. Shuni ko'rinishda, keyin bunda bir xonasi bor, endi временный kuxnya qilib qo'ygan ekan bu yerni. Qiziqtiradi bo'lsa, egasini nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib, o'zlari bilan kelishib olaverasizlar. Videoni o'tirmang ko'ringlar. Videoda davomida narsa aytiladi. Qadano. Uy egasini nomeri. Drachudra. Bunda kuxnya o'zi aslida bu yerda sanuzul. Aristolla qo'yilgan ekan. Suv keladi. Plus skvajin bor ekan. Bunda bax taraf. Bax taraf ham kichkina emas, keng. Dokumentleri bana tekşirdik. Hemen siz canında gelip üstünde gelişip olaverasizlar.